Assalomu alaykum. Sizlar bilan rasmiy xabarlar. 2027-yildan boshlab san'atkorlardan daromad solig'i majburiy undiriladi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. 2027-yildan boshlab san'atkorlardan daromad solig'i majburiy tarzda undiriladi. Bu haqda bugun 1-aprel OAKda o'tkazilgan matbuot anjumanida Soliq qo'mitasining raisi birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev so'z ochdi. Uning bildirishicha, bugungi kunda ko'plab san'atkorlar daromad solig'i to'lamayapti. Shu sababdan hozirda soliq undirish bo'yicha mexanizm ishlab chiqilmoqda. Amaldagi tartibda bo'yicha ular deklaratsiya to'ldirishi, daromadlarni ko'rsatishi kerak va shu asosda soliqqa to'ldirishi zarur. Endi tan olishimiz kerak, haqiqatdan juda ko'pchilik san'atkorlarimiz bunga rioya qilmayapti. O'z daromadlarini to'liq deklaratsiya qilmayapti va shu daromadlardan soliq undirilmayapti. Hozir xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish doirasida qaror loyihasini tayyorlayapmiz, deydi Mubin Mirzayev. Mirzayevga ko'ra, 2025-yil va 2026-yil daromadlar deklaratsiyasini to'g'rilab to'ldirish bo'yicha imkoniyat beriladi va bu davrda ular jazolanmaydi. 2027-yil 1-yanvardan boshlab esa agar ular o'zlarining daromadlarini to'liq ko'rsatmasa yoki soliqlardan qochish bo'lsa, ularga nisbatan soliq nazorati tekshiruvlari o'tkazilib, soliq hisoblab undiriladi. 2027-yil 1-yanvardan boshlab birorta san'atkor jismoniy shaxslar o'zlarining daromadlarini deklaratsiya qilmasligi yoki soliqdan qochishni imkoni bo'lmaydi, deydi Mirzayev. Bildirilishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 18 milliondan ortiq daromadga ega soliq to'lovchi bor. Shuningdek, hozirda mamlakatda to'lanmagan faol soliq qarzdorligi 8,5 trillion so'mga teng. Eslatib o'tamiz, avvalroq Mubin Mirzayev mazkur matbuot anjumanida Xitoyga tegishli bo'lgan Temu Marketplace O'zbekistonga taxminan 46 milliard so'm miqdorida soliq to'lamaganini aytgan edi.